Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum qadrdonlar. Bizni uzoq va yaqindan kuzatayotganlar. Sog'misiz, omonmisiz? Mana bugun seshanba sizlarga yaxshi kayfiyatni ulashish maqsadida bugungi bizning mehmonimiz sizlarga albatta o'z qo'shiqlari bilan qalbingizga allaqachon o'rin olgan Ko'kchoy guruhi bo'ladilar. Marhamat, Ko'kchoy guruhi. Elvira, yaxshi keldingizmi? Zo'misiz? Rahmat. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyat zo'r. Kayfiyatga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mening ismim Elvira. Ko'kchoy guruhining qo'shiqchiman. Elvira, kayfiyatlar zo'r. Zo'r, albatta. Mana sizni ijodingizni kuzataman. Misol, mana siz Ko'kchoy guruhi deb nomlangan. Voy, ichaman. Turmush o'rtog'imga Ko'kchoy yoqadi, shuning uchun Ko'kchoy. Mana yana bitta savol. Ertalab mana tongda turdingiz. Faqat suv ichaman, besuv. Yo, suv ichasiz, keyin davomli. Keyin esa qora choy limonli. Ko'kchoy qilolmayman erimga. Elvira, hozirgi kunda ijodingizda nima yangiliklar bor? Juda ham ko'p yangiliklarimiz bor, rejalarimiz bor, ham kliplarimiz olamiz, ham tez kunda dekabrda yangi yil haqida qo'shiq bo'ladi, yangi tarona. Ko'kchoy ham haqida tarona bo'ladi. Bizda ozgina qolyapti deyapti. Ozgina qoldi. Yaqinda bizda mustaqillik haqida ham yangi qo'shiq vatan haqida qo'shiq bo'lgan. Уже premyera, allaqachon premyera o'tdi. Shuning uchun tez kunda ikkita premyera bo'ladi. Ikkita o'tkazib yubormang. Ko'kchoydan o'tkazib yubormanglar. Endi jonli ijro eshitamiz. Amandan eshitamiz. Amanda juda ham chiroyli qo'shiq bo'ladi. Zo'r qo'shiq ekan, zo'r qo'shiq ekan. Haqiqatdan men bitta eshitgandan keyin qayta eshitgim kelib qoldi shu qo'shiqni. Ayniqsa u jonli ijroda bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Albatta bo'ladi, faqat siz uchun, hurmatli kuzatuvchilar. Man Amanda, Amanda, hammani ko'zi manda. Man Amanda, Amanda, kuydiraman yomonda. Ishqi yoqib kuydiraman, Layla bo'lib so'ydiraman. Sen Majnundek sevsang bas, didorimga foydalaman. Man Amanda, Amanda, hammani ko'zi manda. Man Amanda, Amanda, kuydiraman yomonda. Qoyil. Endi bunga qachon klip olinadi? Bu qo'shiq-ku zo'r. Albatta zo'r. Klip yo'qdi, shu klip yetishmayapti. Ravshan Komilov bilan bizda birga shunaqa rejalar bor. Albatta olamiz. Qachon degan savol bor. Yangi yilda Xudo xolasa olamiz. Rejalar ham katta ekan, lekin albatta rejalarimiz juda ham 2026-yil kelyapti. Xudo xolasa, mana bu yog'iga sizni ijodiy ishingizga omad tilab qolaman. Ayniqsa kelayotgan yil siz uchun omadli yil bo'lsin. Sog', salomat bo'ling. Rahmat. Hammaga kelasi uchrashganda ko'rishguncha sog' bo'ling. Sog' bo'ling.